Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Jumper O'zbek do'stlar va bugungi videoda biz Minecraft Pocket Edition'da top 10 ta eng kuchli modlarni ko'rib chiqamiz. Ishonavering, bular sizga albatta yoqadi bolalar. Qani go. Minecraft uchun top 10 ta modlar. Birinchi mod sehrli tayoqcha. Xullas do'stlar, bu mod Minecraftning eski versiyalari uchun ishlab chiqarilgan bo'lib, bu modda siz tayoqchani qaysi blokga tekkizsangiz, u blok sizni qo'lingizda paydo bo'ladi. Aniqrog'i invertorda, tezkor invertorda. Bu modni obzor qilib chiqishingiz mumkin. Qaranglar, bu mod juda ham ajoyib mod do'stlar. Xohlagan blok, qaysi blok bo'lmasin taqdirda ham shu paydo bo'ladi. Buning uchun sizga toolbox va boshqa narsalar kerak bo'ladi. Bular endi bizga kerak emas do'stlar. Bu modni mazza qilib do'stlaringiz bilan Vijvaniyada o'ynashingiz mumkin. Xullas do'stlar, keyingi mod daraxtga erishish modi. Bu modda do'stlar siz xohlagan saplingni yerga tekkizsangiz, uning o'rniga olma daraxti kelib chiqadi. Bu mod menimcha sizga Vijvaniyada nima kerak bo'lmaydi. Bu builderlik qilishga, bezatishga ajoyib mod do'stlar. Albatta bu modni yuklab oling. Keyingi mod bizda topshiriqlar modi. Xullas do'stlar, siz Minecraft eski versiyasida o'ynayapsiz, lekin siz nimaga erishganingizni, nima qilganingizni bilmaysiz va siz daraxtni sindirgan zahoti xuddi oxirgi versiyalardagidek sizga topshiriq erishildi deydi. Yolg'iz o'yin komandalari. Xullas, bu komandalar sizga juda ham kerak bo'ladi. Bu mod sizga aql bovar qilmas komandalarni agar siz chatga nuke deb yozsangiz va uni yuborsangiz, bir daqiqadan so'ng ham yo'q portlab ketadi do'stlar. Bu komanda juda ham kuchli va bu modni o'ziga esa gap yo'q do'stlar. Do'stingizga ajoyib prank bo'ladi. Keyingi mod XYZ modi. Bu barcha komanda nimalarni, koordinatalarni ko'rsatib turadigan mod. Siz shunday boribsiz va siz ajoyib joyga duch keldingiz, lekin u yerning koordinatalarini bilmaysiz. Do'stingiz sizga teleport qilmoqchi. Ammo buni iloji yo'q, chunki siz koordinatalarni bilmaysiz. Ammo agar sizda bu mod bo'lsa, malol teleportni amalga oshirasiz. Keyingi mod daraxt chopish modi. Do'stlar, siz xato eshitmadingiz. Bu o'sha afsonaviy daraxt chopish modi. Agar siz daraxtning eng pastki nuqtasini shunday sindirsangiz, daraxtning barcha nimalari, yog'ochlari pastga tushib ketadi. Bu mod Vijvaniyada juda ham kerak bo'ladigan mod. Lekin bir narsani unutmang. Siz daraxtni sindirgan zahoti boltangizdan ham shuncha kuch ketadi va boshqa narsalar modi. Ya'ni siz Vijvaniyada shuncha ketyapsiz va bu mod sizga juda ham kerak bo'ladi. Siz bu menyuni ochgan zahotingiz xohlagan narsangizni o'zingizga olsangiz, misol uchun sizga albatta barcha olmos aslahalar, ya'ni zirhlar kerak bo'ladi. Siz undan xohlaganingizcha o'zingizga yozib topib olishingiz mumkin va ularni bemalol kiya olasiz do'stlar. Do'stlar, bu juda zo'r mod. Va bizda keyingi mod TNT portlashi modi. Bu mod juda ham easy qilib yasalgan, chunki unga shunchaki uchqunni tekkizsangiz u tezda portlaydi. Va bu sizga hech qanday zajgalka kerak emas degani. Bu modda shunchaki teginish kifoya va portlash. Bizda keyingi mod random buyumlar, ya'ni random tayoqlar, shunaqa mod. Xullas, qo'lingizga tayoqchani olasizda, xohlagan joyingizga bo'lsangiz, u sizga xohlagan blokni paydo qilib bera oladi. Va bu degani siz juda ham qiziqarli videolar olishingiz mumkin. Tayoqchani bosgan joyingizda random blok paydo bo'ladi. Bu juda ham zo'r mod. Bu modni yuklab olish bilan siz o'zingizni g'ayratabiiy his qila boshlaysiz. Ya'ni sizga qaysi blok kerak bo'lsa, shunchaki yerga teginish kifoya. Bu mod juda ham zavqlanarli. Bizda keyingi eng zo'r modimiz super o'yin. Bu modda sizlar Minecraftdagi barcha komanda yoki barcha resurslardan bemalol foydalana olasiz do'stlar. Siz xohlagan ishingizni, xohlagan nimangizni qilasiz.
bir gap bilan Toolbox'ning kuchaytirilgan varianti do'stlar. Ha do'stlar, to'g'ri eshitdingiz. Toolbox'ning kuchaytirilgan varianti. Siz shunchaki bemalol hammasini nima desam ekan? Shunchaki knopkalar yordamida qilishingiz mumkin. Kech qilish, kunduzi qilish, xohlagan boshqa ishlarni ko'rishingiz mumkin. O'zingizni hatto o'ldirishgacha ham bor do'stlar. Xullas, barcha videoni shu yergacha ko'rganingiz uchun rahmat do'stlar. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosing do'stlar. Va men bunday videolarni ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Hammaga xayr do'stlar.